Bo'yragida tosh tuzi borlarga uy sharoitida bepul maslahat beraman, birodarlar. Agar sizda bo'yragingizda katta va kichik tosh tuzlar bo'lsa, qumlar bo'lsa, operatsiyasiz mana shu rediska mevasi bilan bir kunga ertalab kechqurun 3 tadan iste'mol qilsangiz agar mana shu rediskani hamma joydan topsangiz bo'ladi, bozorlardan, birodarlar. Uy sharoitida bepul. Mana shundan 3 ta ertalab, 3 ta kechqurun iste'mol qiling. O'zidan o'zi borib 20 kun, 25 kunga toshlar presib bermasdan maydalab parchalab tushib ketadi, xudo xolasa. Agar yallig'lanishlar bo'lsa, tosh tuzlar bo'lsa, qumlar bo'lsa, peshob orqali mana shu rediska bilan toshlarni maydalab chiqarsa bo'ladi, birodarlar. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying, xudo xolasa foydali bo'ladi. Uy sharoitida peshob yo'ldagi yallig'lanishlar, shamollashlar, bo'yrakdagi tosh tuzlar, qumlar bo'lsa, rediskani iste'mol qilsangiz agar bir kunga 2 marta ertalab kechqurun 3 tadan presib bermasdan parchalab tushib ketadi, xudo xolasa.